1-iyundan O'zbekistonda yangi qoidalar joriy qilinadi. Xo'sh, qanday deysizmi? Videoni oxirigacha kuzating. Yo'l ta'mirlash endi faqat tungi vaqtda, kunduzi ta'mirlashga taqiq qo'yiladi. Yo'l chizig'ini bosgani uchun kamera jarimasi bekor bo'ladi, lekin stop liniyaga ehtiyot bo'ling. Yo'l harakati qoidalarini buzgan haydovchilarga jarima ballari tizimi endi har bir xato hisobga olinadi. Oltin viza joriy etiladi. $250 ming to'lagan xorijlik 5 yilga O'zbekistonda yashaydi. Yangi uylar quyosh batareyalari bilan quriladi. Ekologiyani asrash qonunga kirdi. Chegarada yuk mashinalariga elektron navbat endi kutib o'tirishga barham beriladi. 3 ta arab mamlakati uchun vizasiz rejim. Bahrayn, Quvayt va Ummon. Yosh olimlarga uy olish uchun 0% kredit. Faqat eng kuchlilar uchun. Olimpiada g'oliblariga 5 baravar mukofot. Intellekt qadrlanadi. Faol hayotga qadam. Parvarishga muhtojlar uchun 5 turdagi yordam. Bu jamiyat uchun katta qadam. Kam ta'minlangan oilalarga xizmatlarda katta chegirmalar. 50%li, 75%li. Deyarli bepulga yaqin. Nogironlarni ishga olgan tadbirkorga 50 million so'mgacha subsidiya. Insonparvar biznes qo'llab-quvvatlanadi. O'zgarishlardan xursandmisiz? Bu yangiliklar sizga qanday ta'sir qiladi? Kommentariyada fikringizni yozib qoldiring.